21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Shu munosabat bilan biz yurtdoshlarimiz orasida 21-oktyabr qanday bayram degan savol bilan ijtimoiy so'rovnoma o'tkazdik. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. O'zbekiston Respublikasi davlat tiliga maqom berilgan kun. O'zbek tili men uchun xalqimizning va millatimizning boy merosi va faxridir. O'zbek tili bayrami. 21-oktyabr til bayrami. Barchamiz muborak bo'lsin. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat maqomi berilgan. Necha kun? 36 yil bo'ldi-da shunga. O'zbek tiliga davlat tili o'rgan. 21-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. To'g'rimi o'g'lim? 21-oktyabr So'rovnomamiz natijasidan ma'lum bo'ldiki, dono xalqimiz ona tiliga befarq emas, aksincha uni yurakdan sevadi va ardoqlaydi. 21-oktyabr til bayrami.